Hali Assalomu alaykum hurmatli xalqim. Bu video murojaatim O'zbekiston Respublikasi prezidentiga va O'zbekiston Respublikasi prezident o'rinbosari ayollar huquqini himoya qiluvchi Saida Mirziyoyevaga va O'zbekiston Respublikasi vazirligiga tegishli bo'ladi. Iltimos qilaman, videoimni ko'rishlaringizni va bunga qonuniy chora topib berishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Ijtimoiy tarmoqqa mana bunga o'xshagan shaxslar menga eng alam qilgani aynan mana shu shaxs bo'ldi. Ochiqchasiga meni muhokama qilib, hech qayerda qonunda ko'rsatilmagan birovni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib muhokama qilib, temboli onasidan so'kish va u shaxsni haromiga, fohishaga chiqarish hech qaysi qonunga O'zbekistonga ko'rsatilmagan. O'zbekiston shu darajada qonundan orqaga qoldimiki, ayollarni, ya'ni meni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib, onamni haqorat qilib, onamni so'kib, meni esa haromiga, fohishaga olib chiqadigan darajada O'zbekiston shu darajada qonundan orqaga qoldimi? Iltimos qilib qolgan bo'lardim. Qo'limda bundan tashqari yana ko'plab insonlar haqorat qilgani va meni fohishaga chiqargani, haromi, isqirt, yana shunga o'xshagan juda ham og'ir ayblovlar. Eng alam qiladigani, onamni so'kkanlari hammasi qo'limda isbotigacha bor. Buni 102 qilib shu paytgacha men hech qanaqa o'zimga nima deydi, foyda olmaganman. Prosta meni chaqirib, bosti qilib, ishni yopib, o'sha shaxslarni ham menga topib berisha olmagandaji. Shu sababli majbur bo'ldim men bir ayolning huquqini ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib, umuman bosib o'tib, bu unga hech kimga huquq berilmagan, hech qaysi fuqaroga. Bu videoimni ko'rib chiqib, bularga qonuniy chora ko'rsatishingizni va eng og'ir ayblovni bo'yinlarga yuklashlaringizni iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim. Men hech kimga zarari og'iri tekkan ayol emasman. Boshidan o'zim mehnat qilib, o'zim shu kungacha yetib kelgan ayolman. Iltimos qilib qolgan bo'lardim. Meni omma oldiga olib chiqib, haqorat qilib, hammaga izzvassa qilib, onamdan so'kkani uchun mana shu shaxsga aynan qonuniy javobgarlik ko'rishlaringizni xohlayman. Shu video murojaatim o'z joyiga yetib bormaguncha men qayta video joylayveraman. Iltimos qilaman, befarq qoldirmang.